Studios taqdim etadi. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun kanalimizga obuna bo'ling. Hammaga salom do'stlar. Demak, biz bugungi videoda Uch qahramon kinofilmini video tahlilini birgalikda o'tkazamiz. Tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Yigitlar, hammasi rejadagidek bo'lishi kerak. Mazkur tadbirni o'tkazishga bizda faqat bitta imkoniyat bor. Biz tayyormiz. Bu faoliyatimizda eng katta va eng muhim qadam bizlarni kutmoqda. Biz hokimiyatni o'z qo'limizga olishimiz kerak. Baribir to'xtata olmaymiz, foydasi yo'q. Bilaman bu xavfli. Lekin boshqa ilojimiz yo'q. Uch qahramonning joni vatan tinchligida qaynagan qoni. Prodyuserlar: Firdavs Abduxoliqov, Muzifa Sultonova, G'ayrat Mo'minov, Furqat Usmonov. Rejissyor va ssenarist Shohrux Rasulov. Shuningdek, rollarda Ulug'bek Qodirov, Shohrux Hamdamov, Muhammad Ali, Sirojiddin Sattorov va qo'shni davlatdan yangi aktyor Taukel Muslim ishtirok etgan. Musiqa bastakori Aleksey Izvolskiy. Musiqa xonandasi Shohrux Shodmonov, ya'ni Shohrux Rapper. Film operatori Azizbek Normatov. Filmga yaqinda texnik yordam bergan Spectre Studio. Film distribyutori O'zbekiston kinematografiyasi. Filmning ba'zi jangari sahnalari United Soft tomonidan vizual effekt yordamida yaratilgan. Uch qahramon kinofilmini yaratilgan sanasi 1-dekabr 2024-yilda yaratilgan. Kino vaqti 2 soat 35 daqiqani tashkil etadi. Rejissyorning aytishicha, syomka jarayoni uchun 71 kun vaqt ketgan ekan. Ssenariy yaratish uchun esa 8-9 oy vaqt olgan ekan. Kinofilm Ichki ishlar vazirligi, Post patrul xizmati va yo'l patrul xizmati davlat korxonalari bilan hamkorlikda suratga olingan. Mana endi eng qiziqarli yangilikka keldik, ya'ni Uch qahramon kinofilmiga qancha mablag' ajratilgan? 3 milliard 800 million so'm mablag' ajratilgan ekan. Film uchun. Dastlab film uchun 2 milliard 300 million so'm mablag' ajratilgan edi. Keyinchalik qo'shimcha xarajatlar tufayli yana 1 milliard 500 million so'm mablag' moliyalashtirilgan film uchun. Afsuski, filmga ketgan mablag' o'zini qoplaganmi yoki yo'qmi, bu haqida aniq ma'lumot bera olmayman. O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Filmga ketgan mablag' o'zini qoplaganmi? O'z fikrlaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Ana endi nima, tayyor bo'lsangiz spoilerlarga o'taman va filmning voqealar rivoji haqida biroz gapirib beraman. Filmning voqealar rivoji 2 post patrul xizmat xodimining hayoti bilan boshlanadi. Afsuski, film davomida xodimning biri jinoyatchilar tomonidan otib o'ldiriladi. Bosh qahramonimiz Alisher jinoyatchilarni qo'lga oladi, ammo hamkasbining o'limidan so'ng o'zini aybdor his qilib, kasbini o'zgartirishga qaror qabul qiladi. Ya'ni mahalla tinchligi nazorat xodimi lavozimida ishlashni boshlaydi. Oradan vaqt o'tib uning o'g'li otasiga emas, balki tog'asiga o'xshagan politsiyachi bo'lishni xohlaydi. Sababi otasi lavozimi past oddiy ishchi edi va do'sti Ozod ham unga sheriklikda birga ishlash taklifini beradi. Alisher yaxshi xodim bo'lganligi uchun rahbari uni yana avvalgi o'z lavozimiga qaytishga ruxsat beradi. Sinikit o'yiniga o'xshagan Akridis Bot degan Telegram ilova jinoyatchilar tomonidan yoshlarni tobora qiziqtirib boradi. Bu ilovadan aytilgan bosqichma-bosqich shartlar insonlarni tobora jinoyatchilikka targ'ib qilib borardi. O'zbekistonda tartibsizliklar tobora ko'payib boradi. Tunda bu tartibsizliklar yanada avj oladi. Ko'cha bezorlari boshlig'i Sardor tunda yoshlarga bezorlik qilib ko'ngil xushlik qilardi. Qahramonimiz post patrul xizmat xodimi Ozod ularni topadi. Ammo bezorlarning kattasi Sardor qurol bilan qizni garovga olib, ularni qo'rqitadi. Ozod qahramonlik qilib, uni chalg'itib qamoqqa oladi. Yana bir qahramonimiz yo'l patrul xizmati xodimi Uchqun tunda svetoforni qizil chirog'ida ataylab qoida buzgan epika haydovchisini qo'ylab tutadi. Haydovchidan nima uchun qoidani ataylab buzganini so'raganda, u Akridis Botdan shunday buyruq berilganini ta'kidlaydi. Ertasi kuni mahalla tinchligi nazorat xodimi Alisher yoshlar ustida nazoratni kuchaytirish uchun barcha ota-onalarni chaqirib, bolalarini nazorat qilishini so'raydi. Ammo bu ko'pchilik ota-onalarga yoqmaydi. Ular bolalari yosh bola emas,
o'zini eplay oladi degan fikrda mahalla fuqarolar yig'ini binosini jahl bilan tark etadi. Bu vaqtda yo'l patrul xodimi uchqun katta tezlik bilan kelayotgan mashinani to'xtatadi. Mashinada homilador ayol bor edi. U qahramonlik ko'rsatib, mashinani tezroq manzilga olib borib qo'yadi. Alisher ko'plab jinoyatlarni ko'rib, o'z kasbi post patrul xizmati lavozimiga qaytishga to'g'ri keladi. Bezorlar boshlig'i Sardor tog'asi Zafar aka tomonidan qamoqdan ozod etiladi. Zafar aka asl chet el fuqarosi bo'lib, u boshqa davlatlar bilan hamkorlikda O'zbekiston xalqini bir-biriga urushtirib, hokimiyatni buzib, tartibsizliklar evaziga katta foyda ko'radigan yovuz inson edi. Uni hisobiga cheksiz pullar tushardi. Zafar aka bu pullarga yoshlarni Akredis bot orqali buzg'unchiliklar qildirish evaziga pullar bilan ta'minlayotgan edi. Zafar aka barcha ishonchli xodimlarni to'plab kichik to'polon uyushtirishga buyruq beradi. Jinoyatchilarning rejasi bo'yicha mashinalar o'z manzillariga borish kerak edi, ammo yo'l patrul xodimi Uchqun yana tekshiruv ishlarini olib borayotgan paytda shubhali mashinaga ko'zi tushadi va uni to'xtatadi. Tekshiruvlar davomida u jinoyatchilar bo'lib chiqadi, ammo unga Ulug'bek Qodirov boshchiligidagi jinoyatchilar kichik to'polon uyushtirib ketishga yordam beradi. Uchqun Ozodni yordamga chaqirib, ikki jinoyatchilarni tutishga harakat qiladi. Ammo jinoyatchilar boshlig'i Ulug'bek Qodirov chalg'itish taktikasini qo'llab, ya'ni bir rejaga o'tishga to'g'ri keladi. Ulug'bek Qodirov odamlar ketayotgan avtobusni baloniga o'z qurolida o'q uzadi va avtobus haydovchisi nazoratni yo'qotib, avtobus mostga qulayotgan bir paytda afsuski qahramonimiz Uchqun insonlarni qutqarishga harakat qilib, jinoyatchilarni qo'ldan chiqaradi. Bu paytda boshqa jinoyatchilarni quylayotgan Ozod ularni qo'lga tushiradi, ammo jinoyatchilardan biri qo'lbola yasalgan olovli qurolni binoga qarata otadi va binoda kuchli yong'in chiqadi. Bu paytda Ozodning do'sti Alisher yordamga keladi. U o't o'chirish xizmatiga qo'ng'iroq qiladi, ammo ular kelguncha bino yanada kuchli yona boshlaydi. Alisher yong'inda yordam so'rab qiynalayotgan insonlarni ko'rib, insonlarni qutqarish uchun yonayotgan bino ichiga kirib qahramonlik qiladi. U insonlarni qutqaradi va bu paytda Ozod jinoyatchilarni tutaman deganda, jinoyatchilar boshlig'i Sardor ularni mashinadan olib ketadi. Ozod mashinaga yeta olmaydi va ularni qo'ldan chiqaradi. Uchqun, Ozod va Alisher jinoyatchilarni topishga harakat qilganda, kimdir ularni izini berkitayotgan bo'ladi. Shunda uch qahramonlar birlashib, ularni topishga va tutishga harakat qiladi. Film so'ngida qahramonimiz Alisher jinoyatchilar boshlig'i Zafar akani o'ldiradi. Ulug'bek Qodirov qilgan xato ishlarni tushunib, qahramonimiz Ozodni qutqarib, o'zi halok bo'ladi. Ana endi filmning yaxshi tarafi haqida biroz gaplashamiz. Filmning treyleri juda zo'r chiqqan. Hali o'zbek filmlarida bunaqa sifatli treyler ko'rmagan edim, meni fikrimcha. Treylerga mazza qildim, gap bo'lishi mumkin emas. Musiqa ham zo'r chiqqan. Filmga mos. Filmning avariya sahnalari zo'r chiqqan. Hali bunaqasi O'zbekistonda ilk bor bo'lib boshlanishi uchun juda zo'r. Ammo g'oya sal soddaroq. Aktyorlar ham o'z rollarini juda mahoratli o'ynagan. Meni shaxsan o'zimga hamma aktyorlar yoqdi. Ayniqsa Ulug'bek Qodirov, Shohruh Hamdamov, Sirojiddin Sattorov, Tavakkel Muslim, Muhammad Ali, Mirzohid Zoirovlar o'z rollarini juda mahoratli o'ynagan. Ana endi filmning salbiy tarafiga o'tamiz. Dialoglar haddan tashqari adabiylashtirilgan va bu biroz g'alati. Filmdagi ba'zi 3D grafikalar sodda va oddiy multfilm ko'rinishida bo'lib qolgan. Eng yomoni film g'oyasi juda g'alati va salbiy. Ya'ni jinoyatchilardan filmda kuchli qilib ko'rsatilgan, ammo ular shunchaki oddiygina 3 ta politsiya xodimini yo'q qila olmagan. To'g'ri, ular filmda bosh rolda chiqqan, ammo yovuzlardan kuchli qilib ko'rsatib, ularni shunchaki filmda oson mag'lub bo'lishi bu juda ham g'alati deb o'ylayman. Meni fikrimcha, filmda bosh qahramonlardan aqalli bir kishi halok bo'lganda film yanada dramatik va ta'sirli chiqqan bo'lardi. Bu albatta meni shaxsiy fikrim. Meni nazarimda filmning oxirgi sahnalariga biroz jangarilik yetmagan. Ya'ni filmda urush sahnasi boshlanmasidan tugagan. Uch qahramon kinofilmi haqida o'z fikrlaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Filmga bo'lgan bahoyim treyler uchun 10 dan 9.9 ball. Film uchun esa 10 dan 7.5 ball. Shu bilan uch qahramon kinofilmini video tahlili o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosishni unutmang. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun kanalimizga albatta obuna bo'ling. Eng zo'rlari hali oldinda. E'tiboringiz uchun rahmat.